Allohga taqvo qil. Bilginki qiyomat kuni tarozulari og'ir bo'lganlarning tarozulari og'ir bo'lishi ularning haqqa ergashganliklaridandir. Ertaga haqdan boshqa narsa qo'yilmaydigan tarozuda haq og'ir kelishi haqdir. Jannat ahlini eslasang, ularga yeta olmayman deb ayt. Do'zax ahlini eslasang, ulardan bo'lmaslikni orzu qilaman deb ayt. Mo'min ham rag'bat qilib, ham qo'rqib turishi lozim. Allohga ta'ma qilma. Alloh rahmatidan ham noumid bo'lma. Musulmonlarga rahmdil bo'l. Ularga adolat bilan hukm chiqar, hatto zararingizga bo'lsa ham.